O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonuniy ijrosi yuzasidan Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar bilan tanishish maqsadida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press tur tashkil etildi. Jarayonda bo'lgan muxbirimiz tafsilotlar bilan yaqindan tanishtiradi. Dastlab ommaviy axborot vositalari xodimlari O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligi binosida yig'ilishdi. Mas'ullar tomonidan ularga press tur dasturi tushuntirildi. Shundan so'ng jarayonlar bilan tanishish maqsadida jurnalist va blogerlar Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumaniga yo'l olishdi. Dasturga muvofiq ommaviy axborot vositalari vakillari O'rta-Chirchiq tumanining Fayzobod mahallasida bo'lib, kadastr muhandislarining xatlov jarayonlari bilan tanishishdi. Hozirgi kunda o'sha prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror asosida Fayzobod mahallasida fuqarolarimizni kadastr hujjatlarida bo'lgan muammolarni o'rganish jarayonidan har bir xonadonga kirib kadastr xodimlari tomonidan menga xabarnoma kelib tushdi. O'rganish jarayoni ketyapti. Har bir xonadonga kirib kadastr xodimlari xatlovdan o'tkazishib, fuqarolarda bo'lgan muammolarni o'rganib, o'sha kadastr hujjatlaridagi o'rganib hal qilish berishyapti. Kadastr xodimlari kunora telefonlashib o'sha rahbarlari bilan muammolar bo'yicha ularga xabarni yetkazib turibman. Fuqarolarimizdan ularga yordam sifatida mahalliy yetkazuvchilar bilan birgalikda har bir xonadonni ogohlantiryapmiz. Ko'chaga keladigan ogohlantirib, kadastr xodimlari kelganda uyda bo'linglar. O'sha muammolar bo'lsa aytasiz, o'sha yechim topib kelyapti hozirgi kunda. O'zi Fayzobod mahalla fuqarolari yig'inida nechta aholi istiqomat qiladi va ayni damda qancha qismi kadastrdan o'tdi? Bugungi kunda Fayzobod mahallamizda 534 ta xonadon mavjud bo'lib, 100 dan oshiq fuqarolarimizda o'sha xonadonda qizil hududi bor muammoli mavjud edi. O'rganish jarayonida o'sha muammolarga yechim topilib borilyapti. Bugungi kun holatiga ko'ra Davlat kadastrlari palatasi Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan jami 92272 ta obyekt xatlovdan o'tkazilgan bo'lib, shundan 33244 tasi e'tirof tizimiga kiritilgan. Viloyatda xatlov ishlarini 93% ga bizda radiografik tasdiqlangan qonunning 13-moddasiga muvofiq 24-yil, 25-yillarga 558 ta mahallani xatlov ishlari bo'yicha radiografik tasdiqlangan. Endi keyingi yillari radiografika bu yilning oxiri bilan tasdiqlanadi. 26-yil yoki 27-yillar ekan. Hozirgi kunda bizda bazamizda 811 ming ko'chmas mulk obyekti bo'ladigan bo'lsa, shundan 571 mingi turar joylari tashkil qiladi. 63 mingi noturar joylari, 176 mingi kvartiralar, xonadonlar, ko'p qavatli uylardagi xonadonlar tashkil qiladi. Endi hozirgi kunda bizga 99 ming reja qo'yilgan bo'lsa, 24-25-yilga 93% ga 91 ming obyektni biz hozirgi kunda yo'qlamadan o'tkazib chiqdik. Xatlovni. Endi 91 mingdan 34 mingi e'tirof dasturiga kiritildi. Hozir 26 mingi muhokamada turibdi. Shundan 4 mingi e'londa turibdi. Hozirgi kunga kelib vakolatli idoralardan ijobiy xulosalar olib yakunlangan, huquqini olgan mulkdorlar 1300 tani tashkil qiladi. Mazkur tadbir orqali ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar va blogerlar Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasi tomonidan amalga oshirilgan ishlarning amaliy natijalari bilan bevosita tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Bu esa o'z navbatida fuqarolarga qonun mazmunini to'g'ri yetkazish, ularning amaliy foydasini keng jamoatchilikka ko'rsatish imkonini beradi. Press tur tafsilotlari haqida batafsil reportaj dasturimizda ma'lumot beramiz.